Hürmetli vatandaşlıkçımız davamlaştırmaz. Bugünkü sağa 2020 yıl ayının 7. günü yaptığı şembe. Endiki mavzumundaq Amerika Cungo Dünya Soda Teşkilatı kirgen çağlı berge vadisi xilaplık kıldı da bayıplıdı. Ve Cungo'nun teximi köp korulma karakterlik saat elip bir işine talep kıldı. Mavzulu haber 7. ayının 7. günü Amerika vazının Xitay Til programı ilan kılındı haber. Bundan başladı. Amerika Koşmuş Ştatları Soli Vekili İşhanesi'nin 5. günü, 6. günü dokulat ilan kılıp bundan görsetti. Cungo Dünya Soda Teşkilatı kirgen çağlı berge vadisi xilaplık kıldı. Bunun için soda söhbeti biz Cungo'na teximi köp kurulma karakterlik saat elip verişine talep kılımız. Prezident Trump hükümetinin devlet meclisiga tapşırığa Cungo sodasını bağlaş dokulatıdır. Bundak hesapladı. Amerika Soda Vekili İşhanesi ilan kılgan 2019 yıllık Cungo'nun berge vadisini icra kılış ahvalı doğrusunda dokulatda bundak görsetti. Cungo'nun iqtisadi ve soda hareketleri bazarını yetekçi. Kılıçta asla yiraklaşıp gitti. Dünya Soda Teşkilatı'na a'zo devletlerinin ümidiga yaqinlapma kelamiz. Dokulatda bundak ko'rsatildi. Dünya Soda Teşkilatı'na a'zo devletlerinin ümitlaridek Cungo o'zimi shundoq tashabbus qiladigan bo'lsinmi? Cungo iqtisod yo'lini o'zgartirish, Dünya Soda Teşkilatı'ni echib etilgan bozor yetakchi qilgan siyosatni ijro qilish kerak edi. Lekin Cungo iqtisod va soda jihat davlat yetakchiligidagi sodiq e'tibor berish siyosatini ijro qilib keldi. Ya'ni davlat kapitalizmi demak shu. Soda vakili ishxonasi dokladda mundaq sharhlaydi. Amerika tadrijiy Cungo'ga sodiyat yakka harakat qo'llanishni davomlashtirdi va Cungo'dan g'ayribozor egili iqtisod tuzumi elib kelgan xirasga taqobil turdi. Dokulatda mundaq ko'rsatildi. Hükümet Amerika şirketlerini ve işçilerini Cungo'nun adaletsiz sodiqliklarining tajovuzdan qo'llaydi. Amerika Cungo o'tirisida soda barobarligini asliga keltirdi. Bu tirishchanlikning bir qismi sifatida Amerika muvofiq tadbir qo'llanib Cungo'ning g'ayribozor egiligidagi iqtisod sistemasini kafolatlantirishga Amerika emas Cungo bedel to'lashni ishga oshirdi. Cungo Amerika soda urushi bir oy aram oldi. İki devlet birinci bosqichliq kelishimga imzo qo'ydi. Lekin Prezident Trump hükümeti bir necha 100 milyard dollarlık Cungo'da import qilingan tovar mallarga odatdan tashqari boj qo'yiladi. Boj qo'yishni davomlashtirish balki Cungo'ning kelishimga amal qilishini kafolatga ega qilish bu bak muhim ish. Dokulatda bundoq ko'rsatildi. Birinchi qatimliq soda kelishimi Amerika ko'ngil biladigan barliq masalalarni o'zi ichiga elib ketolmadi. Ikkinchi bosqichliq soda kelishimida hal qilinmay esilib qolgan muhim masalalarni hal qilish, konkretlashtirganda aqliy milliy huquqi masalasi, texnika yutunib berish masalasi ve bozorga kirish qatorliq masalalarni hal qilish kafolatga ega qilinadi.